O'zbekistonimizning go'zal Andijonida muhtasham Chinor Grand restoranida birgalashib bir dasturxon atrofiga to'planganimiz uchun bugun minnatdorman. Sizlarni go'zal shahrimda ko'rishga va shunaqangi chiroyli dasturxon atrofida kelib o'tirishlaringizdan bag'oyatda xursandman. Aziz do'stlar, 2025-yil bizga O'zbekiston iparimizga juda katta muvaffaqiyatlar olib keldi. Bizni rivojlanishimizga, xalq salomatligi yo'lida qilayotgan mehnatlarimiz e'zozlanishiga yo'l ochildi. Biz O'zbekistonda ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'ydik. Yangi tabiiy, xalqimiz uchun tez yordam beruvchi, a'lo natijalarga erishtiruvchi mahsulotlarni yarata oldik va juda ko'p holatlarda juda ko'p og'ir xastaliklarni oldini olib qolishga xalqimizga yordam qila oldik. Bu bizning ulkan yutuqlarimizdan biridir. Mana biz bugun yil sarhisobi bo'yicha bizni oramizda eng yaxshi ishlagan, o'zini talantlarini ocha olgan, xalq salomatligi yo'lida xizmat qilgan hamkorlarimizni qadrlash, mehnatini tan olish kuniga yurdik va hamda 2026-yilning yangi yilini kutib olish uchun, yaxshi niyatlar qilish uchun, yaxshi rejalar tuzish uchun hamda qatorlarimiz, saflarimiz kengayish uchun bugun shu zalda siz bilan birgamiz. Aziz do'stlar, o'zim nomimdan hamda Ipar korporatsiyasi asoschisi liderimiz janob Abdulhakim Muhammad Imin nomidan hamda Bishkek administratsiyasi barcha xodimlari nomidan, O'zbekiston administratsiyasi xodimlari nomidan, shaxsan o'zim nomimdan barchangizni qo'lga kiritilgan yutuqlaringiz va hamda 2026-yilga kirib kelayotgan yangi yil bayramimiz hamda juda ulkan zafarlar bilan sizlarni tabriklab qolaman. Bugungi chiroyli tadbirimiz o'ylaymanki har birimizga a'lo kayfiyat, ko'tarinki ruh bag'ishlaydi va bizni do'stligimiz Qirg'iziston, Qozog'iston va boshqa davlatlar bilan do'stligimiz yanada mustahkamlanadi va saflarimiz kengayadi. Azizlar, hammanglarga bugun hordiq tilayman. 2025-yil Iparimiz tarixida tillozor varaqlarda chiroyli natijalar bilan, chiroyli muvaffaqiyatlar bilan muhrlanib qoldi. Kelinglar, 2026-yilni hammamiz o'ynab, yayrab, yangi reja, yangi kayfiyat bilan, ko'tarinki ruh bilan kutib olishga tayyorlanaylik. Hammanglarga a'lo kayfiyat tilayman. E'tiboringlar uchun rahmat. IBA hamkorlarimiz Ibragimova Munis.